Avstraliyaning Gaumbern shahri yashovchisi Andrew Gordon 5 yoshidan beri poyezdlarga qiziqar edi. U o'zining bolalik chog'larini farzandi bilan birga xotirlamoqda. Bu oila o'z ixtiyori bilan ishdan chiqqan poyezdlarni, vagonlarni, lokomotivlarni ta'mirlash bilan shug'ullanadi. Байкап турсам, аларды жөн эле таштанды катары калтырып коюшууда. Эски вагондор ушинтип эле жоголуп кетсе, бизден кийинкилер бул поезддер тууралуу такыр эле билбей калышат. Endi ta'mirdan o'tgan va ta'mirlanayotgan vagonlar mahalliy temir yo'l markazidan o'rin oladi. Bunda 80 yillik platforma ham bor. U 2 yillik ta'mirdan keyin tomoshabinlar uchun ochildi. 2013-yili poyezdlarni bir relsdan boshqa yo'lga o'tkazadigan yo'l avariya bo'lib yopilgan edi. Bu yerga kelganlarning barchasi hayratda. Абдан сонун поезддин ичин кирип көрүүгө да болот экен. Кандай иштейт, эмне бар, баары аябай кызыктуу. Мага аябай жакты. Анын иштөөсү да сонун экен. 27 metrlik platforma 1935-yili ochilib, 51 yildan keyin u yer muzeyga aylangan. Ixtiyorchilar qayta tiklangan vagonlarni tomosha qilish uchun aholi ko'p keladi deya ishonishadi. Bu platforma yordamida avvalgiga qaraganda ko'proq mablag' topishi mumkinligini aytishadi. Бул платформанын жардамында мурдага караганда көбүрөөк каражат түшүүгө жол ачылды. Biroq ba'zi vagonlarni ko'rib turib, ularni qayta tiklash uchun ko'p vaqt sarflanadi degan fikrga kelasan.